Hammaga salom. Bugun men sizlar bilan bir kunlik blogimni olib boraman va qayerda qanaqa xarid qilaman va nima kerakli narsalar olaman bemalol shu videomda ko'rishingiz mumkin. Birinchi avtobusga o'tirib ishxonamga yo'l oldim. Ishxonamga yetib keldim уже. Bu yerda opam bilan ozgina suhbat qurib, bozorga borishga qaror qildik. Ishxonamizga kerakli tovarlar olish uchun. Yandex chaqirdik bu yerda. Yandeximiz ozgina kech qoldi, lekin o'tirib yo'l yursa ham mo'l yurib birinchi Abusaxiga yetib bordik. Abusaxidan oladigan telefonlarimiz va kerakli aksessuarlar bor edi. Abusaxida tushib qolib oldik. Birinchi do'konimizga kirdik. Juda ham yangiliklar ko'p. Pul bo'lsa hamma narsa olgisi keladi, lekin o'zimizga kerakli telefonlarni oldik. Ozgina yangiliklar qo'shib qoladik va men xuddi shu narsalarni tanladim, chunki blogerlarga juda ham ko'p kerakli narsalar xuddi shular bo'ladi. Bularni olib oldik. Keyin ko'rishingiz mumkin yangicha telefonlar qo'shdik ishxonamizga. Opam o'ziga juda ham chiroyli ro'mol ko'rib qoldi. Hamma do'koniga kirib chiroyli ro'molni o'radilar. O'ziga kerakli 3-4 tasini oldilar. Menga ham yarasharmikin degan holatda men ham hujab o'rab ko'rdim. Bu yerda menga yarashsa men xursand bo'lib ketdim juda ham. O'ziga kerakli ro'mollarni oldi. Obed bo'lib qolganligi uchun, namoz vaqti bo'lganligi uchun opam namoz o'qib chiqdilar. Men bu yerda kutib turdim va tovarlarimizni olib O'rizorga yo'l oldik. Videoning ikkinchi qismini ko'rish uchun postimga o'tsangiz bo'ladi.